وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli ve muvaffaq qilishi bilan bugun Turkistonlik musulmonlar bilan hamsuhbat bo'lishga Allah subhanahu wa ta'ala nasib qildi. İnşallah Peygamber aleyhisselam'ninki yo'l yo'riqlari, ko'rsatmalari degan mush tema ostida bir necha hadislardan dars qilmoqchi buningdan keyin. Bugun birinchi hadis dars qilmoqchi bo'lgan Peygamber aleyhisselam'ninki iradalik bo'lish ve kuchliq bo'lish haqidagi yo'l yo'riqi haqida to'xtalamiz. Bu hadis Peygamber aleyhisselam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Yuqorqi hadisda Peygamber aleyhisselam bütün ummetke Müslümanlarga yol gösterip şundaq deydi. Kuchliq bo'lish, yani bu yerdagi hadisda kuchliq bo'lishdan bo'lgan maqsad eng boshda birinchi bo'lib irodasining kuchliq bo'lishi. Kuchliq irodalik, himmatining oliy, bo'shashmaydigan mushundaq bo'lishi maqsad. Tabiiy holda bir insonning irodasining kuchliq bo'lishi, himmatining oliy bo'lishi, g'oyasining yuksak bo'lishi bu insonning badanining sog'lom bo'lishi, aqlining sog'lom bo'lishiga munosabatlik. Shunga Peygamber aleyhisselam kuchliq mu'min Allah subhanahu wa ta'alaga aciz mü'mindin yaxshi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kuchliq mü'minni aciz mü'mindin yaxshi ko'rdi. İşkilisida yaxshilik var. Yani işkilik kuchliq mü'min bilan aciz iman egisida imandan ibarat musbatda birlashish var. İşkilisi yaxshi. Lekin bu ikkisininki irodasi kuchliq bo'lgani ma avaz bo'lmadi. İradalik bo'lgani, kuchliq bo'lgani Allah subhanahu wa ta'ala bak suydigan, Allah yaxshi ko'rdigan mu'min dedi bu hadis Peygamber aleyhisselam. Sen yüzüngi menfaatlik bo'lgan har qanday ishga shu herisman bo'lgin. Har qanday ishni qilishda Allah subhanahu wa ta'aladan yordam tiligin. Ey Allah meni yaxshi ish qilishga muvaffaq qilsla. Yaramlıq adam bo'lishga o'zlar muvaffaq qilsla deb Allohdan tilab to'g'in. Ojizlik qilma, bo'shanlik qilma. Mushundaq kuchli iroda bilan yuksak g'oya bilan tirishchanlik qilib yo'lingda sana ma'lum xafalik musibat kelsa yoki mag'lubiyat kelib qolsa, voy isat, men falon ishni anda qilmay manda qilgan bo'lsam, ma musibatdan qutulib qolatim, ma ziyondan qutulib qolatim, ma xafalikdan qutulib qolatim deb bundaq deb juma. Lekin Allah'ın takdiri ekan. Allah'ın urullaştırışı şu ekan, men qo'limdan kelish tirishchanlik qildim, lekin g'alaba qilamay qoldim. Ziyon tatib qoldim. Bu Allah'ın takdiridan ekan deb mushunaq degin. Chunki voy isat, a ishni manda qilmay manda qilsam-chu deyishning o'zi, o'tab ketgan ishqa pushman qilishning o'zi bu şeytanninki sana boğan azdurışını,
şeytanның vəsvəsiga ço texmi sebepçi boludu. Yani toğırdan yiraqlaşqa sebepçi boludu demekçi hadisdan bolğan maksat. Nima üçün Peygamber aleyhisselam muşundaq dedi? Dese insan özünün iradesini, gayesinin yüksekliğini saqlab qalish üçün mağlub bolğandan keyin ütüp ketken işler Allah'ın takdiriga, yani men boşaşmay hareket qilishim kerak degan irada bolğan vaqtda andın qalbiga yetkin boludu. Lekin kichkina mag'lubiyatni ko'raplam, voy esa ani qilsam-chu, mani qilsam-chu desa, bu mag'lubiyat uningdan keyin yana har xil mag'lubiyatga, har xil ziyonlarga boshlashga sabab bo'ldi. Shuning uchun bu kuch-quvvat iradaningki islomdagi o'rni haqida to'xtalgan bo'lsak, bu islomda bunun alohida yuksak o'rni var. Biz birinci olab musulmon degan yaxshilik buyurish, yomonlikni to'sashda jur'atlik, irodalik bo'lish kerak. Hech narsadan qo'rqmaydigan bo'lish kerak. Mushundaq jur'atlik, irodalik bo'lish uchun kuch-quvvat, iroda lozim. Xuddi burungi salaflardan İbn Taymiyya rahimahullah İslam dünyasını besib olgan shu chaqdagi Tatarning katavashlari, podsholari bilan alohida suhbatlari shular bilan deyishgan so'zlar bor. Naqadar irodalik, kuchli ekanligining dalili. Ikkinchi, jihadga aldirash, jihadni suyish, Allah yo'lida jon berishga aldirashning o'zi yana bu kuchli bo'lishini talab qiladi. Irodalik bo'lishini talab qiladi. Xuddi Bilal radıyallahu anhu Bedr urushida Umayyid ibn Halabni qo'g'lay yurib, qachqan yerdan qo'g'lay yurib o'ldirgan. Xuddi Abdullah ibn Mas'ud Abu Jahl nadiydi deb qo'g'lay yurgan urush maydonida. Urush maydonlarida jonliq bo'lish, dushmanga hujumga aldirash, mushularning hammasi uchun kuch lozim, iroda lozim. Shundaqla uchinchi, Allah yo'lida, jihad yo'lida, islom zaminini qo'g'dash yo'lida, vatanimizni qo'g'dash yo'lida kelgan musibatlarga, xafaliklarga sabr qilishning o'zi, chidamchan bo'lishning o'zi, irodalik bo'lishning o'zi mush hadisda Payg'ambar alayhisalom talab qilgan kuchliq bo'lishni vujudga chiqarish bilan andin qo'lga keldi. Kuchliq bo'lmasa, irodalik bo'lmasa, kichikkinam jafo mushaqqat aldira inson mag'lubiyatga uchraydi. Biz vatanimizdagi shundaq ig'ir zulm, ig'ir musibatni yengib chiqish uchun, dushmanga qarshi turish uchun bizda sunmas iroda, jafo mushaqqatga chidamchanlik tepilish kerak. Sabrning haqiqatini tushunishimiz kerak. Sabr qilish deganlik sabr qildim deb o'yda yetib o'ltirang degan gap emas. Balki dushmanga butun vujudimiz bilan qarshi harakat qilish, shu harakat qilish yo'lida, tirishchanlik qilish yo'lida kelgan xafalik musibatlarga chidashni maqsad qildi. To'rtinchi, mushundaq kuchliq bo'lish tabiiy holda Allah subhanahu va taolo farz qilgan ibodatlarni ado qilish uchun kuchliq bo'lish lozim. Mayli namoz bo'lsin, jihad bo'lsin, zakat bo'lsin, har qanday ibodatlarni ado qilish uchun kuchliq iroda bo'lmasa, sunmas, yuksak g'oya bo'lmasa, ibodatlarni joyida ado qilgan bo'lmaydi. Demak, biz kuchliq bo'lishninki islomda o'rni alohida katta, yuqori. Shu Qur'oni Karimda va yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Yani sizlar Allah subhanahu va taolo istig'for talab qilsanglar, Allohga yalvarsanglar, Allah sizlarning kuchinglarga texmicho kuch qo'shib berdi degan. Shu Payg'ambar alayhisalom nurg'un hadisda Allohumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal debcho ojizlikdan, bo'shanlikdan Payg'ambar alayhisalom panoh tilagan. Bu kuchliq bo'lishning yo'li nima? Mushundaq irodani biz nereden tapamiz?
bu irodega qandaq erishimiz desa, eng birinchi bo'lib mushundaq kuchli bo'lish uchun, irodalik bo'lish uchun, yaramliq bo'lish uchun, yuksak g'oya egisi bo'lish uchun ixlos lozim. Meyli sözde olsun, amelde olsun, iş hareketde olsun, her qandaq işte Allah'ın razılığını maksat qilgan vaqtimizda haqiqiy kuchliq irodelik bo'lg'ini bo'ladi. Şu Allah subhanahu wa ta'ala o'zining payg'ambari Muhammad sallallahu alayhi wa sallamni buyurib, shunga ergashtirib bütün müminlarni buyurib, nima degan desa, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin." Digil Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meninki namazım, ibadetim, hacim, hayatım, ölümüm hemmisi bütün alemnin farvaydigari Allah subhanahu wa ta'ala üçün degen deb ügetken. Demek biz Resulullah'ın ümmeti buluşuptumuz bilen mushundaq g'oyin tiklisak, ölümüm bolsun, hayatım bolsun, ibadetim bolsun, namazım bolsun, qilayotgan hacim bolsun, hemmisi Allah üçün degan vaqtimizda bizdeki shaxsiy g'arazlar, shaxsiy g'oy maqsadlar yo'qaydi. Shu chaqda Allah subhanahu wa ta'ala bizni haqiqiy kuchliq bo'lishga Allah o'z fazli bilan muvaffaq qiladi. İkincisi, her qandaq ishda kuch quvvatni Allah subhanahu wa ta'aladan tilash. O'zimizga ma ish mening kuchim bo'lg'achqa yoki mening irodam kuchli bo'lg'achqa men shu ma ishni qila oldim demasdan, balki Allohning muvaffaq qilishi, Allohning mening irodamga taqim irodani qo'shishi, g'oyamning yuksak bo'lishiga Allohningki muvaffaq qilishi bilan ma ishni qila oldim deydigan tushuncha bo'lishi kerak. Shu payg'ambar alayhisalom "Akthiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah" deb yo'l yo'riq ko'rsatgan. Har qanday kuch Allohdan deb mush so'zni jiq dangla deb bizga mushunaq yo'l yo'riq ko'rsatgan. Üçüncüsü, Allah subhanahu wa ta'ala farz qilgan ibodatlarni joyida izchil astoydillik bilan qilish. Nafli ibodatlarni qilish. Mush orqali Allah subhanahu wa ta'ala bizga kuch quvvat ato qiladi. Hadis qudsiyda Allah subhanahu wa ta'ala "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Mening bandam men u bandamga farz qilgan ibodatlarni qilish orqali menga yaqinlashur. U bandam nafli ibodatlarni qilish orqali menga shundaq yaqinlashudiki, hatto oxirida men u bandani shundaq yaxshi ko'raman. Men suydigan, men yaxshi ko'radigan darajaga bordi bu banda deb sifatildi. Demak, biz farzlarni qilish orqali, nafli ibodatlarni joyida qilish orqali Allah yaxshi ko'radigan, Allah suydigan banda bo'la oladi ekanmiz. Allah bizni yaxshi ko'rsa, tabiiy holda iymonimiz kuchli bo'ladi, irodamiz kuchli bo'ladi, g'oyimiz yuksak bo'lishning yo'li mana shu. Üçüncü, burunqi o'tganlarning tarixidan üzündülerini o'qish, foydalanish. Mayli payg'ambar alayhisalomning tarixi, sahobalarning tarixi, bizning vatanimizdagi ota-bobolarimizningki, ajdodlarimizning tarixi. Bular kommunistlar ve onun aldidagi zalim Xitoylar vatanimizni besib olgandan buyon nurg'un kurashlarni qildi. Nurg'un jafolarni tortdi. Nurg'un qonlarini, mollarini mushu vatan yo'lida, din yo'lida berdi. Bularning tarixini o'qishning o'zi bizga mush yo'lda mustahkam bo'lishga alohida yetakchi bo'ldi. O'zimizning tarixini, kurash tariximizni da'vatchilarimiz, olimlarimiz, mujohidlarimiz mushu zalim qarshi turish, vatanni ozod qilish yo'lida o'tgan bizning botirlarimiz, qahramonlarimizning hayotini o'rganish, mushuni o'qishning o'zi mana bizning kuchliq bo'lishimizga, kuch-quvvat bilan qurollanishimizga sabab bo'lgan üçüncü bir sebep.
Şundaqla yüzümüzni ilim bilen kurallandırış, ilim sorunlarga keliş. Çünkü ilim arkalık yüzümüzün aklı aşıdı, imanımız aşıdı, düşüncemiz aşıdı, dünyaya boğan karşımız özgürdü. Cahillik olan kep qalsaqçı dese, özümüz dinimizni tek düşünemeymiz, vaziyetimizni tek düşünemeymiz, düşmanımızını tek düşünemeymiz, bugünkü dünyanı tek düşünemeymiz. Şunun bilan nurgun işni qilishimiz mumkin. Bu qilayotgan ishimiz, da'vatgan gapimiz düşmanning manfaati uchun xizmat qildigan, vatanimizninki ziniga, xalqimizning ziniga nurgun harakat, nurgun ishni qilishga nadonlik, bilimsizlik sabab bo'ldi. Shuning uchun biz kuchli bo'lishninki, vatanimizga manfaat yetkazadigan kuchli bo'lishning yo'li nima desa, ilim egellash. Alohida o'zimizni ilim bilan qurollandirish. 5-chi kuchli bo'lishning yo'li nima desa, irodalik, yaxshi kishilar bilan do'stlashish. Yaxshi kishilar bilan hamsuhbat bo'lash. Yaramas. O'ziga tek manfaat yetkazmayotgan, jamiyatiga tek ziyonliq ishlarni qilib yurgan odamlar bilan aralashishning o'zi bizning bo'shang bo'lishimizga, irodamizning sus bo'lishiga, g'oyimizning puchak nachar bo'lishiga elib bordi. Shuning sababchi bo'ldi. Biz haqiqiy yaramli kishilar bilan do'st bo'lsak, g'oyalik kishilar bilan do'st bo'lsak, irodalik kishilar bilan og'ini ulab yashasaqcho, cho'qim buning güzel ahlakı bizge juqudu. Şunun için Peygamber aleyhisselam bizge dost allaşıqço alahida yol yoruq bergen. Sen Allah subhanahu ve ta'ala'nı unutup qalsan, sen esiltirgan muşundaq adam bilen dost boğun. Sen yardımcı olduğun adam bilen dost boğun degen. Şunun için yani bir hadiste meselul jalisi salih vel jalisi su kenafihil fikir ve bai'il misk deb o'xshatgan Peygamber aleyhisselam. Bu sohbetning ta'sir qildiganligi haqida. Yaxshi do'st degan nimaga o'xshaydi desa, bu atir sotgan odamga o'xshaydi. Yomon do'st degancho desa, tumichiga o'xshaydi degan. Tumichining do'koniga kirsa, cho'qim kiyim-kechak maynat bo'ladi, sesiq puroq chiqishi mumkin. Unda deganlik tumich eski degan gap emas. Lekin bu yerda yaxshi do'st bilan yomon do'stni selishtirish va. Yaxshi do'stcho desa, buning yanında o'ltirashim foydali. Hech bo'lmadi deganda yaxshi go'zal puroq chiqdi degan Peygamber aleyhisselam. Shuning uchun biz yaramliq odamlar bilan do'stlashish, yaramliq odamdan do'stimiz bo'lsa, bu do'stni ching tutish. Yaramaz kichkinam dunyoning sabablarida do'stlar bilan shu adovatlashib, dushmanlashib, tashlashadigan ishni shu qilmasligimiz lozim. El-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dünyada bo'lgan do'stlarning hammasi qiyomat kuni bizga nisbatan dushmanga aylandi. Uning foydasi yo'q qiyomat kuni. Bu oyatda do'stlarning hammasi birsi-birsiga dushman, lekin muttaqi do'stlar bo'lsa, bular birsi-birsiga dushman emas, balki qiyomat kuni bularning birsi-birsiga manfaat yetiradi degan. Shuning uchun yaxshi do'st tanlash lozim. Irodalik do'stlar bilan birga yurish lozim. Mushundaq qilganda o'zimizmi irodalik, kuchli bo'la olamiz. 5-si gunoh ma'siyatdan yiroq bo'lish lozim. Bizning hayotimiz vatanning ichida Xitoy zulm qildi deb shikoyat qilib, amaliyot zulmni ajoyib qilyapti. Lekin chet elda turib birsi-birsimizga zulm qilsak, erlar xotinlarga, ba'zi xotinlar erlarga zulm qilsa, do'stlar ara birsi-birsiga zulm qilsa, hatto birsi-birsining mol-mulkini o'g'irlasa, yoki har xil gunoh ma'siyat hayotimizda qaraydigan bo'lsak, mushularning hammasi bizning ojizligimizga sabab bo'ldi. Irodaning bo'shligiga sabab bo'ldi. Shu Payg'ambar alayhisalom bir hadisda men sizlar Allah subhanahu va taolo
Allah subhanahu wa ta'ala bilan Allah'ın kudreti fazla bilan sizlarning ichinglarda 5 ishning paydo bo'lishidan men panoh tilayman deb mushundoq degan. Shu 5 ishning birisi qaysi desa buzuqchilik. Har qanday bir qavmda buzuqchilik paydo bo'ldi ekan, bu qavmning ichida burunqiladi bo'lmagan har xil og'riq kasallar paydo bo'ladi degan. Shuning uchun biz o'zimizning irodalik bo'lishi, kuchli bo'lishi, g'oyimizning yuksak bo'lishi uchun gunoh ma'siyatdan yiroq turishimiz lozim. Bu kuch-quvvatning naqadar ahamiyatining zo'rligini, muhimligini bayon qildi bu hadis. Bu hadisdan bizning oldigan foydamiz birinchi bo'lib musulmon har qanday vaqtda o'zini kuchli qiladigan qanday vosita bo'lsa, bu vositani qo'llanishni bilish lozim. Har qanday manfaatli ish bo'ldi ekan, buning herisman bo'lishi lozim. Bo'shanlik qilish yo'l yo'q. Ojizlikdan panoh tilish lozim. Ojizlik sabab bo'lgan ishlardan yiroq bo'lish lozim. Üçüncü, bo'libmi yaxshi kishilar o'zaro do'stlashib, o'zaro yaqin o'tashga, birsiga o'zining irodasining yuksakligini, g'oyasining buyukligini alohida tavsiya qilib turishi, yaxshi yo'lda hamkorlikni o'rnatishga tirishchanlik qilish lozim. Allah subhanahu va taolo hammamizni yuqori hadisda ko'rsatgan haqiqiy kuchli mu'minlardan bo'lishni nasib qilsin. Bizni ojizlardan bo'lib qolishga, g'ururlardan bo'lib qolishdan Alloh o'z fazli bilan bizni saqlasin. Hammamizni dinimizda chin esilib, islom bilan yashab, vatanimizning ozodligi uchun dushmanga qarshi turishga kuchli iroda, g'oya bilan harakat qiladigan bu shunday bir ruhni hammamizga ato qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastaghfiruka va natubu ilayk. إيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن